Bir yigit otasi bemor bo'ladi. Gapira olmaydigan to'shakka qadalib qoladi-da, ishidan ruxsat so'rab otasiga xizmat qiladi. Bir necha kun o'tgandan keyin otasi o'ziga kelib, "Bolam mendan rozi bo'l" deydi. "Ey otajon, bir necha kun bemor bo'ldingiz, men xizmat qilyapman. Siz shu vaqtgacha menga xizmat qildingiz-ku. Nima uchun siz mendan rozilik so'raysiz?" "Yo'q bolam, mehnatingga rozi bo'lgin" dedi. Otam bemor yotibdilar, ko'ngillariga tegib qolmasin dedim-da, nima dedim? "Mingdan ming roziman, siz mendan rozi bo'ling" dedim. Otam haqqimga duo qildi. "Ya Rob, biror bir muammoga duchor qilma, muammoga duchor bo'lsa ham o'zing shuni ishini hal qilib bergin" deb duo qildilar va ko'p o'tmay otam vafot etdilar. Onam bemor bo'lib qoldilar, lekin onam bo'lsa ham hayo bo'lganligi uchun men onamga otamdek qarolmadim. To'g'ri boshlariga keldim, gaplashdim, yeyman, ichaman degan narsalarni qildim. Singillarimga iltimos qildim, singillarim qaradi. Bir kuni onam aytdilarki, "Bolam, menga qilayotgan narsalaring hammasini ko'rib turibman. Yeyman, ichaman desam tayyor, tabobatimga qarab turibsan. Mendan rozi bo'lgin" dedilar. "Men mingdan ming roziman ona, siz mendan rozi bo'ling" deganimda duo qildilar. "Ey Allohim, ey Robbim, shu bolamning tijoratiga baraka ber, hech qachon tijorati sinmasin" dedi. Ishoning, ota-onam vafot etgandan keyin men shu qadar tijoratdan boy edimki, biror bir tijoratimda men yutqizmadim. Hatto do'stlarim bu yutqizmas tijoratchi deb menga nom qo'yib olishdi. Nima evaziga? Ota-onaning farzandi haqqiga qilgan duosini evaziga.